İnşallah Toshkent shahrida 28-29 noyabr ko'pchilik kutgan zo'r master-klass. Внутренний ichki organlarni barini massaji, ichki organlar qanday qon yuradi, qanday bu muskul ishlaydi va 6 metodov mir massaj международный metodikalarini visceralniy ichki organ bilan va uni har biri местный eng ko'p uchraydigan diagnozlar bo'yicha 27 ta diagnoz bo'yicha o'rgatamiz, master-klass qilamiz va har bir kelgan odam o'zi почувствовать etib, lecheniya olib, действительно ishlaydigan instrumentlar, taktikalar, rezultatlar zo'rmi, zo'r emasmi, o'zinglar amin bo'lib ketasizlar. Inshaalloh 2 kun ham lecheniya, ham обучение Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston va butun O'zbekistonni kutaman. Kelinglar, juda ham bir go'zal bo'ldi Chimkentdagi darslar.